Men olmaman. Ichakni tabiiy tozalayman. Har kuni yeb tursang foydali. Men avokadoman. Menda foydali moddalar bor. Yurak va ichakni asrayman. Men brokkoliman. Ichaklarni tozalashga yordam beraman. Menda tolalar ko'p. Ular hazmni yaxshilaydi. Men ananasman. Hazm jarayonida ishlayapman. Bromelainim ovqatni tez parchalab yuboradi. Shuning uchun tanang yengil bo'ladi. Men yashil qalampirman. Vitamin C bilan tanangni qo'llab-quvvatlayman. Immunitetingni mustahkamlayman. Hazmga yengil va foydaliman. Men sarimsoqman. Mikroblarga qarshi kurashaman. Immunitetni kuchaytiraman. Men ismaloqman. Ichakni kuchli qilaman. Temir va tolaga boyman. Men yong'oqman. Miyaga foydali yog'lar beraman. Xotirani va fikrlashni kuchaytiraman. Men olivka yog'iman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Yurak va hazm uchun juda foydaliman. Men yashil choyman. Tanani tozalayman. Zararli moddalarni chiqarishga yordam beraman. Men bananman. Ichakni muloyim tozalayman. Yaxshi bakteriyalarni ko'paytiraman. Men pomidorman. Zararli moddalarga yo'l bermayman. Yurak va qon tomirlari uchun foydaliman. Men sutman. Ichakni yumshataman va himoya qilaman. Men grek yogurtiman. Ichakni foydali bakteriyalar bilan to'ldiraman va himoya qilaman. Men chernikaman. Kuchli antioksidantman va zararli moddalardan tozalayman. Men tolaga boy ovsyankaman. Ichakni tozalab, chiqindilarni olib chiqaman. Men zig'ir urug'iman. Ichaklaringizni yumshataman va tozalayman. Men imbirman. Gaz va shishishni kamaytiraman. Agar shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, obuna bo'ling.